Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bir yaxshi videoda ulashib borishga harakat qilamiz. Ko'pchilik so'raydi, quyonim qochganini qaydan bilsam bo'ladi, quyon bo'g'ozligini qaydan bilsam bo'ladi deydi. Hozir mana 4 ta quyonimizni qo'yganmiz. Kun oralig'ida farqlari bor. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda quyonlarimiz hammasi joy tayyorlashyapti. Allohga beada shukrlar bo'lsin. Ko'rishinglar mumkin, quyonlar gnizdosiga shunaqa somon tashiydi. Ba'zida pohol yoki somon qo'yib berasiz. Bu quyonlarimiz hammasi 20 kunlikdan o'tgan, eng yaqin 21-22 kunlik, qolgani 17-18 kun bo'lgan qochganiga. Hozirgi kunda 2-fevral kunida turibmiz. Erkak quyonlarimiz 10-fevralda tug'adi. Eng kecha ham xudo xolasa 20-ga tug'adi. Biz 4 ta quyonni bu yerda erkak quyonga qo'shganmiz. Ko'rishinglar mumkin. 3 tasi joy tayyorlabdi. Bitta quyonimiz sal kechroq qochgani sababli bu hali mana joy tayyorlash jarayoniga o'tgan yo'q. Odatda quyonlarimiz 20 kunlikdan boshlab yung tashashni boshlaydi. Ba'zi bir quyonlar tug'ishiga 1 kun qolganda yung tashlaydi. Albatta sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib o'tish esingizdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lmaganlarni kanalimizga obuna bo'lib qolishini so'rab qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.